2025-yil 26-dekabr kuni Prezidentimizning Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida ta'kidlanganidek, 2030-yilga borib mamlakatimizda IT xizmatlar eksportini qariyb 5 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Bu borada esa mamlakatimizda soha rivoji uchun xizmat qiladigan va mazkur marraga erishishga xizmat qiluvchi IT mutaxassislari tayyorlanishi yo'lga qo'yilgan. Jumladan, mamlakatimizda ilk bor 2024-yilda Xorazm viloyatida maktab, oliygoh IT kompaniyasidan iborat yaxlit tizim yaratilgan holda bugun viloyatning har bir tumanida zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lgan axborot texnologiyalari markazlari tashkil etilgan va 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar bugungi kunda soha sir asrorlarini malakali mutaxassislardan o'rganib kelishyapti. Al-Xorazm Vorislar loyihasi doirasida hozirda 206 nafar yosh ingliz tili IT yo'nalishlari bo'yicha bepul ta'lim olmoqda. 2025-yil, 2026-yil o'quv yillari davomida yoshlarimizdan 150 nafari professional sertifikat olishdaman. O'zim shu sohani 15 yildan beri o'rganib kelmoqdaman. Biz o'rgangan paytlarda bunday sharoitlar yo'q edi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan IT parklar tashkil etilib, yoshlarga chiroyli sharoitlar yaratib berildi. Hozir yoshlarimiz maza qilib ta'lim olmoqdalar. Talaba bo'lgan paytlarim Qo'shko'pir tumanida shunaqa sharoitlar bilan IT parklar quriladi degan xayol ham bo'lmagan. Hozirda mana tumanimiz chekka hududlarida ham o'quvchilarimiz kelib ta'lim olishmoqda. Men bu loyihada 2024-yildan buyon o'qib, o'rganib kelaman. IT, ya'ni dastur sohasida tushuncha bor edi, lekin yetarlicha bilim ko'nikma yo'q edi. Tumanimizdagi IT park binosiga kelib, men dasturlashga oid ko'p narsadan o'zimga tushuncha ortdim, o'zim o'rgandim shu narsalarni va o'zimni dasturlash olamidagi yo'limni topib oldim. Sartaroshxonalar uchun onlayn booking tizimi, ya'ni navbatni onlayn qilish, hamma narsani avtomatlashtirish, shu narsani ishlab chiqdim. Barbershop loyihamiz tumandagi saloniga sotildi. Keyingi maqsadlarim Google, Amazon, Meta kabi kompaniyalarda ishlash. Prezidentimiz tashabbusi bilan Urganchda ochilgan xalqaro Al-Xorazmiy universitetida o'qish niyatim bor albatta. Mazkur loyihadan tashqari tumandagi maktablarda tahsil olayotgan 20 nafarga yaqin o'quvchi yoshlar frilanserlik bilan shug'ullanib, oyiga 5 million so'mgacha daromad qilishyapti. 2024-yil mart oyidan buyon Qo'shko'pir tuman IT parkida Al-Xorazmiy vorislari loyihasi doirasida o'quvchilarimizga ta'lim berib kelmoqdamiz. Men o'zim Java backend mutaxassis sifatida darslar berib kelamiz. Metodlar va atributlar, obyektlar tushunchalarini o'quvchilarga o'rgatib bermoqdamiz. Loyihalar ishlab yurgan o'quvchilarimiz ham bor. Sotish pog'onasiga yetganlar ham bor. Sertifikat olish masalasi bo'yicha tumanimiz yuqori o'rinlardan joy olgan. 200 ga yaqin professional sertifikatlar, 100 dan ortiq Coursera sertifikatlari, IT yo'nalishlari bo'yicha ingliz tili va til sertifikatlari bo'yicha ham Xorazmda birinchi pog'onalardan joy olib kelganmiz. IT sohasiga bolaligimdan beri qiziqaman. Oldin bu sohani o'rganishimiz uchun tumanimizda yetarli sharoit bo'lmagan. Shu sababli viloyat markaziga borib ta'lim olishimiz kerak bo'lgan. Mana prezidentimiz tashabbusi bilan Al-Xorazmiy vorislari loyihasi yo'lga qo'yilib, Xorazmning hamma tumanlarida zamonaviy IT parklar tashkil qilindi. Bu loyihaga men 7-sinf vaqtimda kelib, shu yerda o'qishni boshlaganman. Do'stlarimiz bilan birga loyihalar ishlab chiqib, tajriba oshirdik. O'quvchilik vaqtimizda mana har xil dasturlar yaratib, daromadga keldik. Kelgusida yaxshi IT mutaxassis bo'lib chiqish niyatim bor.